Assalomu alaykum azizlar. Kechagi sertifikatimiz 43-misol. Ozgina biz noto'g'ri o'ylaganmiz, o'shaning uchun misollarni torroq o'ylaganimiz tufayli biz darsliklar bilan cheklanib qolganligimiz tufayli hatto o'zim ham nima deydi, yechishga juda qiynalib yecholmadim o'sha paytda. Yashirishim ham kerak emas, yecholmadim. Misol uchun 42 ni yechib 41 ga o'tgan vaqtim odatda 41 bilan to'xtab xullas qolib ketdim. Keyin o'zi kayfiyatim bo'lmadi, biz ishlashga ham hafsala ham qilmay qoldi. Biz e'tibor bermagan joylarimiz bor. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mis sulfat tuzini to'liq tugaguncha elektroz qilindi deyapti va o'shanda katodda hosil bo'lgan moddalar massasi anodda hosil bo'lgan gazlarning deyapti. Biz men nimaga xato to'liq qila olmaganman? Odatda, misol uchun biz o'rganganimiz ko'p bunaqalar, balki chala o'qiganimiz tufaylidir. Mis nitrat bilan kaliy xlor bitta eritmada bo'ladigan bo'lsa, birinchi mis elektroz bo'lishi kerak. Keyin kaliy elektroz bo'lishi kerak deb ishlayverganmiz. O'zi odatda shunaqa ishlaymiz. Bunaqalarni ikkita tuz bir xil bo'lsa, qaysi metalning aktivligi nima edi? Ionining aktivligi baland bo'lsa, birinchi chiqadi, o'zining emas. O'shaning uchun mis birinchi chiqish kerak bo'ladi. Endi biz tor o'ylaganimiz tufayli bular destillasiyalangan vaqtda men ko'radigan bo'lsangiz, mis, nitrat, kaliy shunday bo'lib ionlarga ajralib turgan bo'ladi eritmada. O'shanda birinchi bo'lib mis ya'ni katodga chiqadi. Xullas qisqacha qilib mayli tenglashtirilgani shunchaki tushunarli bo'lishi uchun mis katodda, keyin xlor ajraladi, undan keyin kislorod ajraladi va kaliy nitrat va nitrat kislota bo'lishligi mumkin. Endi oxirgi eritmada 2 mol kaliy nitrat degan narsa bizga o'zi yechim bo'ladi. Dastlabki mis nitratning moli 1 molga kelib chiqadi. Chunki boshqa joydan qarasangiz nitrat umuman qo'shilmagan. Mana bu kaliy sulfit edi. Qo'shilmaganligi tufayli birinchi eritmadagi mis nitratimiz 1 mol, ya'ni chunki 2 mol nitrat bo'lsa, unda 1 mol mis nitrat to'g'ri keladi. 1 mol yoki buni mutlaq elektroz qilishga 2 farad tok sarflash kerak bo'ladi. Xlor ioni chiqaruvchi x farad e'tiborli, kislorod y farad tok sarflandi. O'shanda x + y 2 faradiga to'g'ri kelishi kerak. 35 5 2 8 y 49 xullas x-imiz 1.2, y-imiz 0.8 bo'ladi. Demak, 1 mol mis nitrat bo'lgan, 1.2 mol kaliy xlor bo'lgan. Javobga keladigan bo'lsak, o'shanda mana suvimizniki 25 mol bo'ladi. Endi x ni topishga keladigan bo'lsak, yaxshi savol. Kaliy xlorimiz kaliy nitratga bilan bog'lanadi. Shu nitrat ionlarini bog'laydigan 1.2 mol bog'langan bo'ladi. O'zi nitrat ionlar 2 bo'ladigan bo'lsa, aysa 0.8 moli nitrat kislota bo'lib turadi. O'sha nitrat kislota bilan kaliy sulfit reaksiyaga kirdirsak, mana shunday holat bo'ladi. Unda 0 mol kaliy sulfit chiqadi. 0 molni ko'paytirib 44 bo'ladi. 440 gram 100%, 44 x desangiz 10% chiqadi. Endi 3-chisiga o'tadigan bo'lsak, 1 mol 2 farad bo'lsa, 2 ni shu ko'paytirib 4 ga bo'lsangiz 13.4 ampere bo'ladi. 4-chisiga o'tadigan bo'lsak, xlor ioni 1.2 mol bo'ladigan bo'lsa, xlorga o'tgan vaqti 0.6 bo'ladi. Mana tenglamasi shunaqa bo'ladi. 3 molidan 5 mol 1 mol bo'lsa 495 bo'ladi. 0.6 mol qanchasi 99 gram bo'ladi. Shunchaki yuzaki o'ylagan ekanmiz misollarda.